burunni vazifasi nima? Nafas olish. To'ppa-to'g'ri. Butun dunyoda burun nafas olish, hid bilish uchun ishlatiladi. Faqat bizda ayrimlar buni birovning ishiga tiqish uchun ham ishlatadi. Sizga savol, quloqning vazifasi nima? Eshitish, to'ppa-to'g'ri. Butun dunyoda quloq eshitish vazifasini bajaradi. Hammaning qulog'i shunaqa. Faqat bizda bunga lag'mon ilish uchun ham ishlatamiz. Qanaqadir quloqli qilish uchun ham ishlatamiz. Oshqozonning vazifasi nima? Hazm qilish. To'ppa-to'g'ri. Butun dunyoda oshqozon hazm qilish vazifasini bajaradi. Dunyodagi hamma odamning oshqozoni 1-2 kosa ovqat bilan to'yadi. Lekin nimagadir bizda ayrimlar bir kosa ovqatdan tashqari asfaltni pulini ham yeb ko'ryapti. Yetimni haqqini ham yeb ko'ryapti. Alimentni bermay ham yeb ko'ryapti. O og'aynisini haqqini ham yeb ko'ryapti. Yorilib ketadi mana.